Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va obunachilar. Mana bugun 18-iyun holatidagi g'ishtlarimizni xolasa bitta burundan bir res ketyapti. Ikkinchi mashinamiz bilan Solojonobodga boradi. Qo'shtepa tumani. Mehmonxonalardan ish kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishlari mumkin. Mana hovamiz hozir kelib to'xtadi. Xudo xolasa Toshloq tumani Arab mozorga, xudo xolasa chiroyli holatda ishlarimizni kecha ham bir res, bugun ham bir res deb berdik. Shu atroflardan ish kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Keyingi hozir xudo xolasa hovamiz yuklanib kombinatga boradi. Ruxsor yon atrofga, kimga shu atroflardan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Butun vodiy bo'ylab 3 mingta ham olib beraveramiz. 3 mingta so'raganlarga 4 mingta desalar 4 mingta, 5 mingta desalar 5 mingta. Mana u yog'i mana hovada 10 mingtalik mashinalarda chiroyli holatda yetkazib beramiz. Holatdagi ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlar cheklanmagan miqdorda xohlasalaring xom g'isht, xohlasalaring pishgan g'ishtlarni chiroyli holatda yetkazib beramiz. Xom g'ishtlarimizning narxi zavodda o'zida 350 so'm yuklatib berishi ichida. Pishgan g'ishtlarimizni joyida yuklatib berishi ichida 750 so'm. 750 so'm chiroyli holatda yuklatib beraveramiz. Bemalol kelishlari mumkin, faqat ochiring. Narigi tomonda ko'rsalaringiz havo mashinasida ochib chiqadi. Hammasi bor, mana narigi tomonda havo bor. Yonida kamazlar ochilsa, hammasi ochib chiqadi. Bemalol olishlari mumkin, lekin xom g'ishtlarimizni bezochirit holatda yuklatib beramiz. Xizmat chiroyli holatda, tekis holatda bo'ladi. Bizga yomonlarni olib tashlashadi. Bunga mana shunday sifatlar ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Old tomoni ko'p holatda xatlarimizni chiroyli holatda yetkazib beramiz. Ishlarimiz aytganimdek 350 so'm bezochirit yuklatib beriladi. 750 so'm kimga kerak bo'lsa bemalol